أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsirinin 84. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah sadri ve yessir li emri ve hlul uqdete min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende okuduğumuz İbn Kesir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirinden Uygurca tercümesinin Bakara suresi 84. ayetinden başlayıp inşallah. Ba'da'udu billahi mineşşeytanirracim. Öz vaqtida bir-biringlarning qinini tökmaslikka, bir-biringlarni yurtlardan haydab chiqarmaslikka sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, yani ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İchinglardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar-yu, ularning asirga tushgan dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tevratning bir qism ahkamlariga ishinib, bir qism ahkamlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shunda qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliq qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ana shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Va'danomaning mazmunlari va Yahudilarning uni buzganligi. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomning davrida Madinada yashayotgan Yahudilarning Aws bilan Xazrajdan iborat ikki kafir qabilasiga yordam berish uchun qilishgan o'zaro so'qishlarini ayblab bayon qildi. Aws bilan Xazraj qabilalari islom kelishdan burun butqa cho'qinatdi. Ular islomga kirgandan keyin Ansorilar deb ataldi. Madinada turishliq 3 Yahudi qabilasi bor edi. Qaynuqa va Nazr jamoatidagi Yahudilar. Xazraj qabilasining ittifoqdoshlari edi. Qurayz jamoatidagi Yahudilar bo'lsa, Aws qabilasining ittifoqdoshlari edi. Bu ikki qabilaning orasida doim degudek urush bo'lib turadi. Agar ularning orasida urush portlasa, har bir Yahudi jamoati o'zining ittifoqdosh qabilasi tarafda turib urush qiladi. Urushda Yahudilar o'zlarining dushmanlarini o'ltiradi. Ya'ni Aws qabilasiga yordamga kelgan Yahudilar Xazraj qabilasining odamlarini va ularga yordamga kelgan Yahudilarni o'ltiradi. Xazraj qabilasiga yordam kelgan Yahudilarmi qarshi tarafning odamlarini o'ltiradi. Yahudilarning bir-birini o'ltirishlari o'ylaridan chiqarib etib,
ularning uydagi mol-mulk va boshqa barliq bisotlarni bo'lang-talang qilishi, ularning kitoblarining, ya'ni Tavratning oyatiga asoslanganda ularga harom edi. Ondan urush oxirlashgandan keyin yengilgan tarafning asirlarini Tavratning hukmiga amal qilib qo'yib etdi. Shuni Alloh taolo mundaq deydi: sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtlaridan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Ya'ni ba'zinglarni o'ltirmasin, uni uydan chiqarmasin, ham chiqarishga yordamlashmasin. Chunki bir dindagi kishilarning hammasi xuddi bir kishiga o'xshaydi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda mundaq deydi: Mu'min kishilarning o'zaro mehribon bo'lishlarining, rahim shafqat qilishlarining, aloqa bog'lashlarining misoli bir odamning jismiga o'xshashdir. Odam jismining bir a'zosi og'rib qolsa, uning sababi bilan butun jismi qizib ketadi. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar, buningga o'zinglar guvohsizlar. Ondan sizlar u va'dani biladiganliklarini va uning to'g'riliqini iqror qildinglar. Sizlar iqrorliganga amal qilishga guvohlik berdinglar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinlardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasir bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo bu oyat bilan ularga qilayotgan ishlarini bildirib turdi. Alloh taolo ularga Tavratda o'zaro qon to'kishni harom qildi. Ular o'zaro urushib, odamlari asirga tushib qolgan bo'lsa, uningga fidya berishni farz qildi. Ular iki guruh edi. Qaynuqa jamoati Hazraj qabilasining ittifoqdoshlari edi. Nazir va Qurayza jamoati Avs qabilasining ittifoqdoshlari edi. Avs qabilasi bilan Hazraj qabilasining orasida urush bo'lib qolsa, Qaynuqa jamoati Hazraj qabilasi bilan Nazir va Qurayza jamoatlari Avs qabilasi bilan urushga chiqib, har bir guruh birdan qabilaning sepida turib urushatdi. Ularning qo'llarida Tavrat bo'lib, uning ichida nimaning farz, nimaning harom ekanligini aniq bilib turib, urushib o'zaro qon to'kishatdi. Avs bilan Hazraj islom kelishdan burun butqa ibodat qildigan mushriklar edi. Bular jannat, do'zax, qabrdan terilib qo'pish, qiyomat, kitob va halol harom deganlarni bilmaydi. Urush oxirlashsa, Tavratning hukmiga amal qilib, qarshi tarafning asiriga tushib qolgan odamlardan fidya oladi. Qaynuqa jamoati Avs qabilasining qo'liga tushib qolgan asirlar uchun fidya beradi. Nazir jamoati bilan Qurayz jamoati Hazraj qabilasining qo'liga tushib qolgan asirlari uchun fidya to'laydi. O'lib ketgan kishilarning qonlarini talab qilishadi. Mushriklarga yordam berish yo'lida o'lganlar o'lib ketaveradi. Alloh taolo ularga bu ishlar to'g'riliq xabar berib mundaq deydi: sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarni inkor qilamsizlar. Ya'ni sizlar Tavratning hukmi bilan hukm qilib fidya bersizlar. Lekin urushda ularni o'ltirsizlar. Asli Tavratning hukmida qarindishini o'ltirmaslik, uni uydan chiqarib o'tmaslik,
ozg'ini dunyoni ko'zlab, butga ibodat qilib, Alloh taologa shirik keltirgan mushrikning tarafida turib, qarindishining qarshisiga yordam bermaslik degan hukm bor emasmidi? U oyatning mazmuni shuki, Yahudiylar Tavratdagi hukmlarning to'g'riligini bilib va uningga guvohlik berib turib, uningga xiloflik qilganliklari uchun ayblandi. Shuning uchun ularning Tavratning ichidagi hukmlarni to'g'ri va o'z o'rniga yurgizganligiga va uni to'g'ri saqlab kelganligiga ishonch qilg'ili bo'lmaydi. Ular payg'ambar alayhisalom haqida uningdan burun o'tgan payg'ambarlarning hammasi xabar berib ketgan. Ya'ni uning qachon hijrat qilishi, qayerdan chiqishi, qachon payg'ambar bo'lib kelishi va uning sifatlari qatorliqlarni yoshirib keldi. Ularning bu qilmishig'imi ishonishga bo'lmaydi. Ya'ni ular payg'ambar alayhisalomning yuqorida bayon qilingan sifatlarini va ishlarini yoshirib, ular Tavratda yo'q desimi, ularga ishonishga bo'lmaydi. Yahudiylar payg'ambar alayhisalom to'g'riliq xabarlarni o'zaro yoshirishdilar. Shuni Alloh taolo mundaq deydi: sizlardan shunda qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqni qilish. Ularning Alloh taoloning qonuniga va buyrug'iga xiloflik qilishi sababi bilan qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Ularning qo'llaridagi Alloh taoloning kitobiga, ya'ni Tavratga xiloflik qilganligiga jazo berish uchundir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ana shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Ya'ni ular oxiratga dunyoni tegishadi. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Ya'ni azob ulardan birdammi yengiltilmaydi. Ularga bo'layotgan mangulik azobdan ularni qutuldirib oldigan va ularni saqlab qoldigan hech bir yordamchi yo'qdir. Yahudiylarning takabburlik qilib payg'ambarlarni yolg'onga chiqarganligi. Alloh taolo Yahudiylarni haqiqatdan bosh tortquchi, payg'ambarlar bilan qarshilashquchi, payg'ambarlarga cho'ngchilik qilguchi va o'z xohishiga ergashguchi degan sifatlar bilan sifatladi. Ondan Alloh taolo Musa alayhisalomga Tavratni berganligini, ularning uni o'zgartirib o'tganligini, buyruqlarga xilof qilganligini va o'z xohishi bo'yicha burmilganligini Musa alayhisalomdan keyin o'zining shariati bilan hukm qilinadigan payg'ambarlarni avatganligini so'zlab kelib, mundaq deydi: biz haqiqatan Musaga Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudiylar orasida Tavrat bilan hukm qiladi. Yahudiylarning zohidlari va ulamolarimi o'zgartishdan saqlashga buyurilgan Kitobulloh, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qiladi. Ular Tavratni o'zgartishdan saqlashga nazoratchi edi. Uningdan keyin orqa payg'ambarlar avatdi. Alloh taolo Isroil avlodi qavmidan keladigan payg'ambarlarni Isa alayhisalom bilan oxirlashtirdi. U ilib kelgan ba'zi hukmlar Tavratning hukmlariga o'xshamaydi. Shunga Alloh taolo uning payg'ambarligini kuchlantirish uchun ba'zi mo'jizlarni berdi. Ibn Abbos mundaq deydi: Alloh taolo Isa alayhisalom ilib kelgan dinning rostligini isbotlash uchun uningga o'liklarni terildirish, loydan uchar qushlarning shaklini yasab, uningga Alloh taolaning ruhsati bilan jon kirgizib uchirish, kasallarni saqoytish,
g'ayb ishlardan xabar berish va Jibril alayhissalom bilan yordam berishdan iborat mo'jizalarni berdi. Uning ilib kelgan hukmlarining ba'zilari Tavrotga uyg'un kelmaganligi uchun Isroil avlodi qabilasining uni yolg'onga chiqarishi, hasad qilishi va uningga qarshilik qilishi texmi oshdi. Alloh taolo Isa alayhissalomdan xabar berib mundaq deydi: "Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Men sizlarga Robbinglar tarafidan dalil ilib keldim. İsrail avlodining payg'ambarlarga bo'lgan muomalasi bek qo'pol edi. Ularning ichidagi bir guruh kishilar payg'ambarlarni yolg'onchi deb atadi. Yana bir guruh kishilar ularni o'ldirdi. Ularning mundaq qilishi payg'ambarlar ularning xohishiga va ko'z qarashiga uyg'un kelmaydigan haq dinni ilib kelganligi va ularni Tavrotning hukmlariga amal qilishga undiganligi uchundir. Bu ishlar ular ig'ir kelib payg'ambarlarni yolg'onchilikqa chiqardi va ularning ba'zilarini o'ldirdi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan biror narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, yana bir qism payg'ambarlarni o'ldirdinglar." Yahudiylarning har doim payg'ambarlarni o'ldirishga urinib kelganligi. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, yana bir qism payg'ambarlarni o'ldirdinglar. Zamaxshari bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: "Bu oyatning jumla qurilmasidan payg'ambarlarni o'ldirish Yahudiylarning birdan bir sufti ekanligi chiqib turdi. Ular burunmi o'ldirgan, hozirmi o'ldirdi. Hatto ular payg'ambar alayhissalomni zahar berish va sehr qilish orqali o'ldirishga uringan. Payg'ambar alayhissalom sakratdagi chig'ida mundaq deydi: Xaybarda yegan qo'y go'shidagi zaharning ta'siri har yili tutadi. Bu qitim jon tomirimning uzilib ketadigan vaqti bo'ldi. Ular dillarimiz perdelengen dedi. Undaq emas. Ularning kufri sabablik Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iman etadiganlar nihoyat az. Ular dilimiz perdelengen dedi. Muhammed İbn İshaq bu ayetning ma'nosi to'g'risida mundaq deydi. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni qopning ichida deganlik bo'ladi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Uning dillarining ustida yib turadigan narsa bor. Ekrema. Uning ustida pechat bor deydi. Abu Aliya. Bir narsa tushunmaydi deydi. İbn Abbas ve Ata bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Bizning dillarimiz hamma bilim bilan tug'ilgan. Shuning uchun biz sening bilimingga muhtoj emas. Undaq emas, ularning kufri sabablik Allah ularga la'nat qildi. Ya'ni Allah Taala ularni o'z rahmatidan qo'g'landi qildi va hamma yaxshilikdan mahrum qildi. Ulardan iman etadiganlar nihoyat az. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ularning ichidan ozgina kishilar iman keltirdi. Alloh taolaning ular dillarimiz perdelengen dedi degan bu oyatining ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshab ketadi. Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan perdelengen. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Ularning kufri sabablik Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iman etadiganlar nihoyat az. Ya'ni ish sizlar da'vo qilgandek emas, balki dilinglar Allah Taolaning rahmatidan yiroqlashib ketgan bo'lib,
u quluplanib ketgan. Ya'ni dillaringlar haqiqatni tonimaydi. Ular dillarimiz perdelengan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etadiganlar nihoyat az. Olimlar bu oyat haqida o'xshamagan fikrlarni bayon qildi. Ba'zilari ularning ichidan az bir qismi iymon keltirdi deydi. Ba'zilari ularning iymoni bek az deganlik bo'ladi deydi. Ya'ni ular Musa alayhissalom ilib kelgan qiyomatning mukofoti va jazo ishlarining haq ekanligiga iymon keltirdi. Lekin bu iymon ularga hech qanday foyda ilib kelmaydi. Chunki ular payg'ambar alayhissalom ilib kelgan dinga iymon keltirmadi deydi. Ba'zi olimlar ular hech qanday narsaga iymon keltirmagan deydi. Ya'ni ular ozgina iymon keltirdi degandek hammaga kofir bo'ldi deganlikdir. Ya'ni ular ozgina iymon keltirdi deganlik hammaga kofir bo'ldi deganlikdir. Xuddi arablarning mushukning o'xshishini nihoyat az ko'rdim degan so'zi uning o'xshishini hargiz ko'rmadim degan ma'ni bildirganiga o'xshash. Alhamdulillah, Allah şükür olsun. Allah şükürler olsun. Şunun bilan Baqara suresi tafsirining 88-oyatigacha o'qidik. Oxirini keyin qitimda davomlashtiramiz inshaalloh. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.